Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda Munosabat tok-shousining navbatdagi soni dolzarb va hayotiy mavzularni muhokama etishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Doimgidek mamlakatimizdagi va jamiyatimizda bo'layotgan eng muhim masalalar va ularning yechimlari va maxsus ekspertlarimizning ushbu mavzular yuzasidan munosabatlarni sizlarga yetkazib boruvchi Munosabat tok-shousi O'zbekiston telekanalida. Kuchli jamiyatni barpo etishning asosiy tamoyili bu sud huquq tizimini isloh qilishdir. Bugungi mavzuyimiz ham aynan 2025-yilda mana shu tizimda qanday o'zgarishlar, yangiliklar kiritilganligi haqida yil sari hisobini amalga oshiramiz. O'ylaymanki, ushbu mavzu tomoshabinlarimizni befarq qoldirmaydi. Nafosat, keling, so'zimiz avvalida sud tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni bir bosqichma-bosqich muhokama etsak, ekspertlar bilan ishtirokida xush kelibsiz deymiz ekspertlarimizga. Shu o'rinda yana bir narsa, mana hozir biz biroz avval hammaga tushuntirganmiz, o'sha Habeas Corpus instituti bu tanani sudga olib kelish, lekin bugungi kunda ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, aynan shaxs mana shu sudda offline tarzda, ya'ni kelib ishtirok eta olmaydi. Bu borada aynan sud huquq tizimida mobil ilovalar orqali yoki bo'lmasa o'sha mobil telefon onlayn tarzda sud huquq tizimida ishtirok etishda 2025-yilda qanday imkoniyatlar taqdim etilmoqda? Sudlarda ishtirok masalasida albatta raqamli sud konsepsiyasida alohida to'xtalib o'tilgan, ya'ni masofaviy sudlarda tashkil etilishi orqali, ya'ni ish ko'rishda o'sha masofadan ish ko'rish tashkil etish orqali shaxslar, demak, ya'ni protsess ishtirokchilari sud binosiga borishmaydi. Demak, bu yerda ikkita uchta masalaga alohida e'tibor qaratish kerak. Birinchidan vaqt tejalyapti. Ikkinchidan sifat, samaradorlikka erishiladi. Shu bilan bir qatorda iqtisodiy tejamkorlikka ham sabab bo'ladi. Aynan o'sha sud ishlarini masofaviy tarzda yuritilishi. Sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gap ketganda insonparvarlik tamoyillarini, insonparvarlik g'oyalarini ham bu amaliyotda chuqurroq aks etayotganligini bar aytib o'tishimiz kerakda. Nega bunday deyapman? Deylik, 2007dan 2015-yillar davomida 110 ta shaxs oqlangan ekanda. 2017dan 2025-yillarda esa 7019 nafar shaxsga oqlov hukmi chiqarilgan ekan. Bu albatta o'sha mana shu qonunlarimizda, sud huquq tizimida insonparvarlik g'oyalarini ham bir kuchayib borayotganligini isboti. Nega bunday deyapman? Men xohlagan bo'lardim to'xtalib berishlaringizni, ya'ni mana shu sud tizimida gumonlanuvchini yoki sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi ekanligi, umuman olganda konstitutsiyaviy huquqlarini kafolati mavjud har bitta qonunimizda. Ya'ni deylik, masalan, aybdor deya qaralayotgan shaxs o'z aybini tan olishi va bu jarayonda yagona dalil bo'lsa, uni aybini tan olayotganligi, bu ham bir qanaqadir unga yetarli hukm chiqarishga asos bo'lmasligi qayd etilyapti. Bu albatta insonparvarlikda. Mana shu sohada amalga oshirayotgan ishlarga ham to'xtalaylik, marhamat. Albatta, mazkur sohada yangilangan konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan shaxs huquqlarini mustahkamlanganligi eng asosiy bir poydevor desak bo'ladi. Bu asosda amaldagi konstitutsiyamiz 28-moddasida belgilangan shaxsni o'z aybiga iqrorlik to'g'risidagi arz yagona dalil bo'lsa, mazkur dalil asosida shaxs qamoqqa olinishi yoki aybdori topilishi mumkin emas. Shu bilan birgalikda shaxs o'zi va yaqin qarindoshlari yuzasidan, yaqin qarindoshlariga nisbatan jinoyat ishi yuzasidan ko'rsatma bermaslik yoki umuman sukut saqlash huquqlari ham konstitutsiyada belgilandi. Mazkur huquqlarni amaldagi Jinoyat protsessual kodeksining bir qator moddalarida demak amalda tatbiq etildi va tatbiq etilgunga qadar yana bitta alohida e'tiborga loyiq bir jihati borki, amaldagi konstitutsiyamizda konstitutsion normalarni to'g'ridan-to'g'ri amal qilish qoidasi belgilab qo'yildi. Shu asosda shaxsni bevosita o'zi va unga o'ziga yaqin bo'lgan qarindoshlar haqida demak jinoyat ishi xabar berish majburiyatidan biz ozod qildik. Buni natijasida demak tergov va surishtiruv organlarini, sud tergovini demak dalillar maqbulligi prinsipi asosida qo'shimcha dalillarni aniqlanishi, shaxsni ayblilik masalasi amaldagi qonun normalarimizda belgilangan protsessual normalar asosida tasdiqlangandan so'nggina uni demak ayblilik masalasi sudda aybdor topilishi belgilandi. Albatta bu shaxslarni mana yuqorida aytib o'tgan oqlov hukmi bilan
demak shaxsni aybsiz aybdor deb topilmasligi yoki jamiyatda adolat mezoni o'rnatilishda eng ustuvor masala hisoblanadi. Aynan mana shu konstitutsiyaviy kafolatlarni kuchaytirishda yana qaysi masalalar nima deydi yaxshiroq bugun kuchaytirilmoqda, nazarda tutilmoqda bu borada? Konstitutsiyadagi bir muhim qoidaga ham e'tibor qaratib o'tish kerak. Ya'ni inson va davlat o'rtasidagi munosabatlarda qonunchilikdagi har qanaqa ziddiyat bu inson foydasiga hal etiladi degan norma mustahkamlab o'tildi. Shu sababli mana shu yuqorida ekspertimiz aytganlaridek, ayni vaqtda konstitutsiya normalari to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi hujjatga aylandi. Ya'ni mana bu nimani anglatyapti? Agar masalan mana yuqorida aytdingiz oqlov hukmlari va umuman olganda o'sha bugungi kundagi o'sha tergov jarayonida yoki sud jarayoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, chiqariladigan hujjatlarda, sud hujjatlarida to'g'ridan to'g'ri konstitutsiyaning yuqoridagi normalari aks etyapti. Ya'ni misol uchun olaylik, agar biror bir qonunchilikda qanaqadir davlat va inson o'rtasidagi bir noaniqliklar bo'ladigan bo'lsa, u shaxs foydasiga hal etilyapti va tabiiyki bu o'sha muayyan qonun hujjati shaxs foydasiga hal etilish natijasida o'sha shaxsning huquqlari kafolatlanyapti, o'sha tegishli oqlov hukmlarini chiqarilishiga ham sabab bo'lmoqda. Marhamat. Ilgarigi yillarda shuni alohida e'tiborga olishimiz kerak. Ilgarigi yillarda ayblanuvchining huquqlari yetarli darajada himoyalanmagan. Chunki biz bilamiz, protsessda ayblanuvchining majburiyatlari bilan birga uning huquqlari ham bor. Demak, bu ayblanuvchining qaysi huquqlari nazarda tutilyapti? Hozir yuqorida aytganimiz sukut saqlash. Chunki ayblanuvchi o'zini himoya qilishi pozitsiyasida bo'lishi shart emas. U sukut saqlagan holda o'zi u tergov organiga ushlab olib kelindi, to'g'rimi? Olib kelinganda u hayajon bo'ladi, qo'rquvda bo'ladi, biror bir ko'rsatmasi o'ziga qarshi foydalanilishi mumkin. Sukut saqlagan holda esa buni hamma aybini unga yuklash vazifasi tergov organining vazifasi hisoblanadi, uni emas. Demak, u sukut saqlagan holda o'zini majbur emas, o'zini himoya qilgan bo'ladi. O'sha normalarda ko'rsatilgan huquqlarni himoya qilgan holda, demak, kelajakda ham unga nisbatan noto'g'ri biror bir hukm chiqarilishini oldini olgan bo'ladi. Ko'rsatuv boshida aytilgan Miranda qoidasi ham aynan shuni mazmuni o'zi. Xuddi shunday. Ya'ni, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida ayrim jinoyat ishlarini bilamizki, misol uchun bir fuqaromizni, demak, o'sha Amerikaning bir fuqarosini mashinasini yukxonasidan qotillik alomati bilan bir murda topilgan. Va deylik o'sha mashinasi shunga tegishli bo'lganligi uchun sudga olib kelishgan. Gumonlanuvchi. Biroq gumonlanuvchini sudga olib kelingan vaqtida ayni shu Miranda qoidasi, ya'ni uni bergan ko'rsatuvi o'ziga qarshi dalil sifatida foydalanishi mumkinligi, uni sukut saqlash huquqi tushuntirilmaganligi, o'sha Miranda qoidasi unga yetkazilmaganligi sababidan, demak, ehtiyot chorasi ularda qamoqdan o'zgartirib yuborilgan. Ya'ni uni demak ozodlikka qo'yib yuborishgan. Mana shu huquqlar qattiq mustahkamlangan. Mana g'arb davlatlarini aytamiz, boshqa qilamiz. Endi bu Miranda qoidalari yoki o'sha yaqin qarindoshlarga nisbatan ko'rsatma bermaslik. Ya'ni yaqin qarindosh deganda bizda Jinoyat kodeksimiz 8-bo'limida mutaxassislarimiz bor, juda yaxshi bilishadi. Qarindoshlik darajasi belgilangan. Bir oilada yashaydigan o'sha aka-uka, ota-ona, farzandlar, buvi, nevara va hokazo. Mana shu shaxslar bir-biriga nisbatan qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi mavjud. Va ularni demak mazkur huquqlar bilan tanishtirish masalalari ham qonunchiligimizda mustahkamlanib ketildi-da. Nimaga konstitutsion darajada bu narsa mustahkamlanib, protsessda yo'qmidi avval? Bor edi protsess. Jinoyat protsessimizda bu qoidalar bor edi. Miranda qoidasi deymizmi? Habeas corpus aktini o'sha institutsional normalari yo'qmidi? Bor edi. Faqatgina uni konstitutsion darajada belgilash orqali endi xalqimizning huquqiy ongiga yanada singdirish masalasi. Yanada chuqurroq kirib borsin, bu huquqini tergov organiga borishdan oldin bilsin. Ko'rsatma berish yoki bermaslik, o'ziga qarshi dalil sifatida foydalanish mumkinligini, uni sukut saqlagan holatda jim turish orqali o'zini himoya qilish imkoniyati borligini yanada yaxshiroq, teranroq anglasin degan ma'noda konstitutsion darajada mustahkamlanadi. Endilikda shu qoidalar qaysidir qonunchilikka zid keladigan bo'lsa, albatta to'g'ridan to'g'ri konstitutsion normalar amalga kiradi va u fuqaromizni demak himoya qiladi. Mana shu masalalar asosida. Marhamat. Konstitutsiyamizda o'sha habeas corpus institutini mustahkamlash bilan bog'liq normalarga qaraydigan bo'lsak, odatda jinoyat protsessida muayyan tergov harakatlarini o'tkazish tartiblari bu Jinoyat protsessual kodeksida belgilangan bo'ladi. Misol uchun olaylik, 2023-yil 1-may konstitutsiyamiz amalga kiritilgunga qadar tintuv masalan bilan bog'liq tergov harakati, uy joyida tintuv bilan yoki bo'lsa telefon so'zlashuvini eshitib turish bilan bog'liq masalalarda
tergov organlarini vakolatida edi o'sha sanksiya berish. 2023 yil 1-mayda konstitutsiyaga kiritilgan o'sha yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda esa bevosita bu vakolatlar sudga berildi. Ya'ni sudda rozilik talab etilishi ko'rsatildi. Mana shu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, hali jinoyat protsessual kodeksida bu normalar mavjud emas edi. Ya'ni sudda rozilik bilan amalga oshirilishiga oid. Konstitutsiyada 2023 yil 1-maydan bu normalar kuchga kirdi va konstitutsiyani to'g'ridan-to'g'ri amal qilishiga oid normadan kelib chiqib, aynan mazkur normalar hali o'sha protsessual qonunchilikka kiritilmas turib to'g'ridan-to'g'ri amal qila boshladi. Ya'ni tergov organlari shu jarayonda 2023 yil 1-maydan boshlab konstitutsiyaga kiritilgandan so'ng ushbu o'sha sanksiyalarni sud orqali olish tartibi to'g'ridan-to'g'ri amal qila boshladi. Ya'ni bu ham bir o'sha konstitutsiyaviy qonunlarning ustuvorligini ko'rsatishdan dalolat beradi. Albatta. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda mana odil sudlovning ajralmas qismi bu advokatura hisoblanadi. Ya'ni sud protsessi bo'ladiki, demak, taraflar sifatida advokat yoki vakil, endi maqomi o'zgarib boradi, himoyachi sifatida demak ishtirok etadi. Aynan konstitutsiyamizda demak mana shu sud huquqiy islohotlari amalga oshirish jarayonida demak fuqarolarimizga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlandi konstitutsiya darajasida. Oldinlari demak moddaning alohida o'sha bitta qismi sifatida berilgan bo'lsa, advokatura institutiga alohida bitta demak bizlarda bob ajratildi. Ikkita konstitutsiyadan modda ajratildi. Bu orqali demak fuqarolarimizni demak o'sha malakali yuridik yordam olishga bo'lgan huquqi konstitutsiya darajasida mustahkamlandi. Shu joyda aytib o'tmoqchi edim, mana yana bitta zo'r qoida kiritildi. Mabodo misol uchun o'sha kam ta'minlangan bo'ladigan bo'lsa, ularning advokat bilan munosabatga qanday kirishasiz? Shartnoma tuzish orqali. Shartnoma albatta bu demak pullik bo'ladi. Moddiy unga pul ajratishingiz kerak bo'ladi. Davlatimiz esa demak aynan belgilangan toifadagi shaxslarga nisbatan nafaqat jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda, balki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda yoki ma'muriy huquqbuzarlikka oid bo'lgan ishlarda ham davlat hisobidan demak ushbu toifadagi shaxslarga advokat ajratilishi belgilab qo'yildi. Bu ham aynan ushbu sohada amalga oshirilgan islohotlarni demak yorqin ko'rinishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana 18-dekabrda joriy yil konstitutsiyaviy sud faoliyatini takomillashtirishga bag'ishlangan alohida farmon qabul qilindi. Mana shu farmonning asosiy maqsadi ham fuqarolarni, yuridik shaxslarni umuman o'sha konstitutsiyaviy odil sudlovga erishish darajasini yanada mustahkamlash, ularning huquq va erkinliklarini yanada himoya qilishga qaratilgan. Mana shu yerda bitta muhim masalaga to'xtalib o'tmoqchimiz. Masalan, olaylik, konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslar bor. Shu bilan bir qatorda farmonda ko'rsatib o'tilyapti, fuqarolarni konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqlarini yanada kengaytirish maqsadida endilikda o'sha hattoki fuqaro o'zi konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lmasa-da, to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish huquqiga ega bo'lmasa-da, lekin agar murojaat qilgan bo'lsa, mazkur fuqaroning murojaati tegishli konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish vakolatiga ega bo'lgan subyektlarga yuboriladi. Bu subyektlarga endi shunaqa bir talab qo'yiladiki, fuqaroni mana shu murojaati konstitutsiyaviy sudga ko'rib chiqishga o'sha vakolat, ya'ni huquq, ya'ni konstitutsiyaviy sudga ko'rib chiqish talabiga javob beradi, bermaydi. Mana shu masala o'rganiladida, agar talabga javob bersa, o'sha subyekt konstitutsiyaviy sudga murojaat kiritadi. Agar talabga javob bermasa, fuqaroga javob yuboradi. Ya'ni nima uchun o'sha konstitutsiyaviy sudga kiritilmaganligi va ayni paytda konstitutsiyaviy sud o'ziga shu fuqaroning murojaati bo'yicha axborot kiritilish masalasi mustahkamlab qo'yildi. Bu holat o'zi ham demak fuqarolarni o'sha konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni yanada kafolatlashga xizmat qilishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Fuqarolarimizda, tomoshabinlarimizda aynan qanday masalalar bo'yicha konstitutsiyaviy sud huquq tizimlariga murojaat qilishlari mumkin va bu qay tartibda amalga oshiriladi? Endi birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz kerak, muayyan fuqaro o'zini muayyan buzilgan huquqini, agar o'sha huquqi konstitutsiyaga muvofiq emas deb qaraydigan bo'lsa, ya'ni konstitutsiyaviy huquqlar belgilangan huquqlarga zid tarzda muayyan bir o'sha davlat organi shu ishni ko'rganligi haqida o'zini vaji bo'ladigan bo'lsa, shu masalada konstitutsiyaviy sudga murojaat qilganida, misol uchun olaylik, demak
fuqaroni bugungi kunga qadar masalan to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish huquqi yo'q. Uning uchun qachon murojaat qilishi mumkin? Aslida fuqaroni ishi, misol uchun o'zini ishi bilan bog'liq masalan butun sud tizimlarida hamma bosqichdan o'tgandan keyingina murojaat qilishi mumkin. Ya'ni barcha bosqichlarni o'tgandan keyin. e'lon qilingan. Hukmdan so'ng. Ya'ni yangi tartib bo'yicha nima masala ko'rilyapti? Masalan, murojaat qilish huquqiga ega emas, bilmaydi fuqaro. Lekin sudga murojaat qilish huquqiga ega deb murojaat qilyapti Konstitutsiyaviy sudga. Lekin Konstitutsiyaviy sud mana shu murojaatni endi tegishli o'sha murojaatni kiritish vakolatiga ega bo'lgan subyektga, masalan, yo fuqaro, mansabdor yoki yuridik shaxsga yuboradi. Endi mana shu murojaat o'sha subyekt tomonidan ko'rib chiqilib, asosli deb topilsa kiritiladi, asosli deb topilmasa fuqaroga murojaat beriladi, tushuntiriladi va ayni paytda Konstitutsiyaviy sudga axborot kiritiladi. Ekspertlarimizga bildirilgan fikrlar uchun rahmat deymiz. Hurmatli tomoshabinlar, siz Munosabat tok-shousining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Biz mamlakatimizda odil sudlov tizimida, sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning natijadorligi haqida bahs munozara yuritdik. Ishonamizki, mamlakatimiz butun dunyoda sud huquq tizimida inson manfaatlarini himoya qiluvchi kuchli davlatga aylanadi. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.